Allohim to'xtatsin, tushmasin la'nati. Ehtiyot bo'ling yo'llaringizni, shayton olib ketdi tutib sizni qo'llaringizdan. Qatligacha yetdinglar, nechta erkak bilan tanishdinglar. Nima deymiz endi, ertaga oxiratda spiskani ko'ramiz endi. O'sha erkaklarni hammasi bir-birini qo'lini ushlatsa 5 kilometr masofasi. Bamo'ymi shunaqa bilmadim, lekin go'zalim hayotda to'xtash kerak vaqtida. Alloh berganda umr to'xta, tavba qil shart axir. Biladi o'zi ham chin emas buni, aqli ishlaydi lekin qachon to'xtaydi o'zi ham bilmaydi. O'ylaydi qachonki bitta yaxshi yigit chiqsaydi, tutsaydi qo'llaridan. Yelkasiga shahadiy boshini qo'ysaydi bo'ldi. Bitta o'chuga bittaman, bu qiz tayyor. Chunki halol bo'lishga, lekin sal ayyor. Tavbasi ham bo'ladi-ku yaqinda. Agarda kimdir olib ketsa qiling, ey kelin qilib uyiga. Ey go'zalim, har kimni bo'lmasdan jazma bo'ldi sevgisi. Qisqa umr, qisqa nima qilamiz endi? To'xtatamizda go'zalim, yarashmayapti juda. O'zbek malikalariga o'xshaysiz. Chetda yashab uzovlada nechta bolani tushirdik o'g'liga, hay o'laydi. Yaxshimi shu ishingiz? Ay go'zalim, o'qib lablaridan shilmishingiz. Ehtiyot bo'ling go'zalim, to'xtash kerak. Tavbani qilib turib yaxshi yashash